birinchi yo'nalishga qaraydigan savolni ko'ramiz. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak berilgan, bisektrisa va mediana o'tkazilgan. Mediana 48 ga teng, bisektrisa 8 ga teng bo'lsa, ABC uchburchak toping. A variantida, B variantida esa mana shu bisektrisa va mediana hosil qilgan uchburchak yuzini toping. Bunda bitta formula bor. Demak, L barobar 2AB kosinus gamma taqsim A plus B. Shu yerda bizda bu 8 ga teng, 8 A plus B 2AB kosinus gamma bu 90, ya'ni taqsim x ham bo'ladi. Demak, kosinus 45 da bu o'zida 2 taqsim 2 bo'ladi. Demak, bu ikkilar ketadi. 8 A plus B teng bo'ladi 2 o'zida A B ga. Shu yerdan biz A plus B ni topib olsak, A plus B teng bo'ladi o'zida 2 A B taqsim 8 ga. Demak, Pifagor teoremasini qo'llasak, masalan, bu A, bu B desak, tomonlari. Demak, Pifagor teoremasini qo'llasak, A kvadrat plus B kvadrat teng C kvadratga bo'ladi. Demak, mana shu C esa bizda bu 48 bo'lgandan keyin bu ham 48, bu ham 48. C bizda C 96 bo'ladi, 96. Demak, mana shundan foydalanamiz. A plus B ni kvadrati minus 2AB teng 96 ning kvadrati deb yozib olsak bo'ladi. Ikkilanganini aytyapman. Demak, buni o'rniga biz buni olib borib qo'ysak, kvadratga oshirsak 2 taqsim 64. A B ning kvadrati taqsim 32 minus 2AB teng 96 ning kvadrati. Buni demak A B ni biz qanaqa T deb olsak, demak T kvadrat minus 64T minus 32 ko'paytirilgan 96 ning kvadrati teng. Diskriminant topsak 64 ning kvadrati plus 4 ga 32 ko'paytirilgan 96 ning kvadrati. Bundan 64 chiqarsak, mana bunaqa narsaga keladi. 64 kvadrati 17 ning kvadratiga keladi. Demak, bu yerdan t ni topsak 64, faqat plyusligini olamiz, minusigini olmaymiz. 64 17 taqsim 2. Bu esa 9 kara 64 bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni 18 2 bo'lsa 9 kara 64. Demak, biz SABC uchburchak yuzi A ko'paytirilgan B taqsim 2 edi. Bu A B ni o'ziga tengmi? Demak, 32 ko'paytirilgan 9 va 18 biridinda 27-28. Demak, 288. Demak, A javob bu 288 ekan. A variantimiz. Demak, B variantini qanaqa topamiz? B varianti nima bo'lsa bizda? Mana uchburchak yuzi. Demak, bu 48 bo'lsa, bu 48 bo'lsa, demak, mana bu yer alfa desak, bu ham alfada. Chunki teng yonli uchburchak. Mana bu esa 180 minus 2 alfa degani, 180 minus alfa. Bu yer o'zi 45 edi. Chunki bisektrisa. Demak, bu yer esa 45 minus alfa bo'ladi. Demak, bu yerdan bizda mana shu 45 minus alfani topishimiz kerak. Mana bu yerdan biz nima qilamiz? Bizda bu yerdan anani topib olishimiz kerak. Mana alfani. Demak, mana bu 288 bo'lgandan keyin yarmi 144 bo'ladi. 144. Mana uchburchak uchun C M B uchburchakning yuzi 144 ga teng, yarmiga. Demak, shu 144 teng bo'lar ekan yuzasi. Demak, 48 ko'paytirilgan 48 taqsim 2, ular orasidagi burchak sinus 180 minus 2 alfada sinus 2 alfa bo'ladi. Demak, shu yerda sinus 2 alfani topsak, 1 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Demak, bizda sinus mana buni topishimiz kerak. Sinus 45 minus alfani topishimiz kerak. Sinus 45 minus alfa nimaga teng? Buni burchakda ikkilangan burchakdan topamiz, ya'ni 1 minus kosinus 90 minus 2 alfa bo'ladi. Taqsim
taqsim 2 bo'ladi. Demak, shundan biz buni bu esa sinus 2 alfa bo'ladi. Sinus 2 alfani olib borib 1 taqsim 8 ni qo'yamiz joyiga. 1 minus 1 taqsim 8 taqsim 2. Bu izosida 7 taqsim 4 bo'ladi. Demak, shuni olib borib qo'ysak, SMN bu SMN bu 8 kare 48 bo'lingan 2 va izosida 7 taqsim 4. Bu demak 8 ketsa 48 izosida 7 bo'ladi. Demak, B'si 48 izosida 7. Katta ball beradigan 42-savol. Mana ikkalasi A, B topildi. Hammaga